Assalomu alaykum hammaga. Ish Planeta 5 mototsikliga qiziquvchilar uchun. Bu mototsiklni 6 oy davomida noldan hamma joyini yangidan qo'yib yasab chiqdim. Spislari sariq sink, barabon bo'yalgan, bu joylari ham sink. Hamma joylari krilo yangi, Xitoyniki, pavorotnik alyumin, original o'ziniki. Bu joylari ham farasi Xitoyniki, farasi tablo ham yangi, bu ham original emas, Xitoyniki. Neytralniy, zajigание, sveti, mana dальний, ближний hamma joy ishlaydi. Svetlari mana yonishi. Avaylaniyaси ham bor. Uni ham montaj qilganman. Mana hamma joy ishlaydi. Bunda ham yonadi. Keyin orqa tormoz pedalni bosgan payti orqa tormozi ham yonadi. Bitta faqat shu glishiteli eski o'ziniki turibdi, original. Bu joylarini ham yangidan qo'ysa, bitta kami faqat glishitel. Planeta 5 yozuvlari, orqa spislari mana hammasi yangi, krilo yangi, nomer поставкasi ham bor. Hamma joyi sifatli a'lo darajada qilingan. Mana botlari ham yangidan sinklangan. Amortizatorlar ishlaydi. Kanalimizga podpisatsiya bo'ling. Mototsiklimizga baho bering. Hammaga rahmat.